jigar bosib yuboradigan joyimi. Bu skuterimiz dizayni bitta ko'rib maza qilib qo'yaverasiz. Aynan bu modelimiz o'zi ko'rdingiz, qanotini o'zi mani ko'tardi. Sifatini, katifasini bitta detal orqali bilsangiz bo'ladi. Skuterimizda 20 tali akkumulyatordan 6 ta, 25 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan bo'lib, skuterimiz 40 kilometrdan 80 kilometrgacha yo'l yurishi mumkin. Skuterimizning narxi esa videoda oxirida, ungacha siz kommentariyaga plyus qoldirgan bo'lishingiz kerak. Videolari noodatiy tarzda, to'rtburchak shaklda, o'ta dizayn chiroyli tarzda ishlab chiqarilgan. Mana shu telefonda bir marta o'chirib olsa kerak, lekin kachitasi ancha yuqori. Azdan ko'rinishini qarang, avarenniylari bor, fonarlari piska ko'zli, vashinji holatda fonarlari qo'yilgan. Konditsiya yon durgali bo'ladi, yangi model. Qo'lda powertani ko'rsangiz bo'ladi, vashi chiroyli tarzda chiqarilgan. En full pokoleniya durgali model. Oldi orqa redline diskalarda jihozlangan, jitqis tormozli bo'ladi. Konditsiya durgali, oyoq qo'ygan durgalari ham mavjud. Skuterimizni sizlar olishlaring uchun narxini $650 qilib qo'yganmiz. 25 amperlisi $650, 20 amperlisi $600. Savdoyimiz sotuvda mavjud. Bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar.